Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Do'stlar, bugungi video syomkamizda mol boqish haqida bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Qani bo'lmasa, biz Hakimboy akamizdan sekin-sekin ma'lumotlarni olishni boshladik. Juda ko'pchilik akalarimizni talab va istaklariga binoan Fahriddin mol boqishdan ham chiqaring, faqat qo'y boqishdan chiqaroman deganlar uchun bugungi videomizda mana bu yerda boqilyapti turgan xunojillar bor ekan. Shu haqida ma'lumotlarni Hakimboy akamizning o'zlaridan sekin-sekin ma'lumotlarni birma-bir olishga harakat qilamiz. Xo'p, molni qandaydan olish kerak, necha oy boqish kerak, qanday yem berish kerak? Shu ma'lumotlarni akamiz o'zlari birma-bir berib o'tadilar. Bo'lmasa boshladik. Assalomu alaykum. Hakimboy aka, tuzukmisiz? Yaxshimisiz? Charchamasdan. O'zi siz savdogarsiz? Savdogar. Lekin mana bu yerda boqilyapti turgan xunojillarimiz bor ekan. Shularning ma'lumotini o'zingiz qo'ldan kelgancha berib boraverasiz. Bo'ldi, gapi berib, ma'lumotini berib, nimalarni aytib o'tamiz-da. Sizni ham ushlash, lekin juda qiyin bo'ldi. Anchadan beri telefonlashamiz, vaqt yo'q deb, oxiri mana bugunga to'g'ri kelib qoldi. Xudo xolasa bugun ma'lumotini beramiz-da. Xo'p aka, birinchi bo'lmasa nimadan boshlaymiz? O'g'ilimiz haqida ma'lumot bersangiz? O'g'il Fahriddin Aha. 25 metr uzunligi. Bu chekkadan bu devorgacha 25 metr. 25 metr. Aha. Enigachi? 25 metr, eniga 6,5 metr-da. Eniga devordan bu mana betongacha. 6,5 metr eniga. Aha. 6,5 metr. Mana zabori bor o'xirda nari tarafidan devorgacha. Koridori. Ha, koridor. Mana alindan o'xirdan devorgacha 1,5 metr. 1,5 metr yo'lagimiz. Ha, xotirjam yem-pem nimalar turaveradi orada. Biz o'z siloslarni tashlab qo'yganmiz. Aha, bu yog'im mol turadigan joy Mol turadigan joy 210. 210. Sababi qurmoqchi bo'lganlarga mana shunday holatda qurishni tavsiya qilamiz. Mana kimdir mana shunday holatda qurar, kimdir yarmini qurar. To'g'ri, ha. Mana nimasi mana 210 ta. Mana bu yerda Bu yog'ida ham yo'lak. 1 metr yo'lagi bor, 1 metr yo'lagi bor. Mana yerda 40 tashaganmiz-da. 35-40 tashagan. Yo'llarini tashagan. Yo'lini отдельно tushadi. Siydiga aralashmaydi. Xo'p aka, endi bu yerda nechta boqilyapti? Bu yerda 16 ta xunojin bor, ba'zi. 16 ta hammasi asosan xunojin boqilar bu yerda. Aha, asosan xunojin. Mana akalar. Xunojinlarni qachondan beri boqyapsiz bularni? Bularni kelganiga bir 40 kun bo'ldi-da. 40 kun bo'ldi kelganiga. 40 kun oshdi, 40 kun bo'ldi. 40 kundan beri boqilyapti. Aka, birinchi mol boqmoqchi bo'lgan akalarimiz qandaydan boqishni tavsiya qilasiz? Siz, masalan, savdogar, bozorda yurasiz, qanday mol yaxshi, qanaqasi zo'r o'zgaradi? Iloji boricha endi hamma yo'nalishda har xil-u mol boqish yo'lida. Iloji boricha bir yashirog'ini olish kerak, 5,5 oltiligidan. 5,5 oltiligidan ham o'sadigan, ham semiradigan olish kerak. Keyin 3 oy mobaynida shu ham semiradi, ham o'sganiga ham normal pul qo'shadi. Keyin sifatliroqni olish kerak, iloji boricha so'ymay bozorga chiqib sotish kerak. Ha, so'ymay bozorga chiqib sotish kerak. 3 oy yoki 2 oyda o'sha chiraylab semiradi, normal so'y bersangiz ham bo'laveradi, bozorga chiqib sotsangiz ham bo'laveradi. Qulayroq bo'ladi, bozorga chiqib sotsangiz, haliga qo'yish kerak, qassob topish kerak deyu nima qilinmaydi, o'ylanilmaydi. Shuni olib boriladi, o'sha pulidan oshiroq ham sotib qo'yiladi-da. Qassobga so'y beriladigan pulidan ham oshiroq sotib qo'yasiz. O'shaning uchun yashirog'idan iloj boricha sifatini tashlayverish kerak. Sifatlisini. Ha, keyin yashirog'i degan, o'sha o'sadigan, o'sha bir 3 oyda gavdasi ham bir 5-4 sant qo'shib, Xo'p, bu yerda endi tashlash kerak. necha oylik atrofida bular? Bular mashla 1 yasharga bormagan-da bular. 1 yasharga bormagan. Mana shu bittasi 1 yasharga borib bormagan mana shisi. Qolgani hali hammasi yash. Shahlarni ham ko'ring, shahlarni ham vobshe bunisi eng yashi mana qizig'i. Mana shu eng yashi. Hozirgi kunda kasalliklarga nima dori qilyapsiz?
Bizde kasallik yo'q. Bir bo'p o'tdi, nari pastda uyda bo'p o'tdi, lekin beyda anaqa kasallik bo'lmadi. Shu shaloq yashil deydi. O'shanga ukar dori vaksinasini qildik. Jigar qurtlariga emlashini qildirildi, bo'ldi. Shu bilan ukar dori qilingan yo'q. Bu yer Bilan yaqib qo'yiladi. bu yerda hozir kasallik yo'q-ku bularga. Yo'q, kasallik. O'zi deyarli o'tib ham ketish kerak. Kasallik bo'ldi o'sha batamam bundoq qolsa tugadi-da. Boshqa yerlarda bitta ikkita yerda chiqib qolsa ham bilmadim, lekin bizni territoriyada tugadi bunaqa kasallik. Boqishni tavsiya qilaverasiz obunachilarimizga. Boqish kerak, buni yangi yilgacha iloji bo'lsa yangi yilgacha olib tashlash kerak. Yangi yildan keyin narxlar yana hali inflyatsiya hisobiga ko'tariladi narx. Bu har yili bo'lib keladigan narsa. Yangi yilgacha iloji boricha tashlash kerak. 10 ta oladigan 10 ta, xunoji oladigan xunojin, novvos oladigan novvos tashlash kerak. Misol uchun bu videomizni ko'rib haligi kimdirlar qiziqishi ortishi mumkin-da. Men ham mol boqsam bo'larmikan? O'shalarga birinchi boqmoqchi bo'lganlar. Mana misol shu uyda moli yo'q, endi qiziqib, og'al qurib, ayniqsa musofirda akalarimiz ko'p kuzatishadi. Men ham havas qildim, qiziqdim. Boqmoqchiman deganlarga birinchi qandayda olib boqish tavsiya qilasiz? Birinchi marta. Endi aytyapman, sharoitga qarab-da, pul nech pullikqa yetsa, misol uchun 5 milliongami, 6 milliongami, 6,5, 7 gacha olsa bo'laveradi. Ha, 7 milliongacha. Ha, bitta emasda o'sha bitta ikkita olib boqadiganlar iloji bo'lsa bir ikkita olib boqib sinovdan o'tkazsa bo'ladi-da. 1,5 oyda o'zi effekt bo'ladi. Keyin o'sha ikkita olinadigan sabab ikkitasi bir-biriga qiziqib yedi-da bular. Ha, birinchi ikkitadan boshlab turib, keyin ko'paytirsa, Sekin ko'paytirsa ham bo'laveradi. Ikkita tashab turib, hali bitta tashagandan ikkita tashash kerak-da. Qiziq bir-biriga qiziqib yeydi. Ikki oyda effekt bo'ladi-da. Oyog'a mana shu misol uchun mollar ham oyog'a qimmat olib qo'ygan taqdirda ham 500 ming, 1 million qimmat olib qo'ysin. Yemini yeb 2 oy, 3 oy boqib chiqarib beraman desa, oyog'a 800 ming, 1 milliongacha foyda qilaveradi. Qimmat olib qo'ysa ham. Hozirgi kunda shunday bo'ladi. mol boqib uy sharoitida Uy sharoitida 800 minggacha daromad qilsa bo'laveradi. Bu sinovdan o'tgan, ha? Sinovdan o'tgan 800 ming, 1 million hazilak ham qolib qo'yaveradi-da. Shu mol boqishni boshladimi, 2 oy, 2,5 oyda 1 million. 1 milliondan o eng men kamini aytyapman. 1 million 800 ming kami qolaveradi. Mol olib boqishni bilmaydi odamga ham. Ammo chiroyli 6-6,5 ustida olish kerak molni ham. Agar kattaroq olaman deganlar, yo'qsa o'sha 5,5, 6, 6,5 gacha o'sarmanni olsa, zakonni ketaveradi. Bu akalar mana shu yerda sinovdan o'tgan varianti. O'tganligi uchun shunaqa daromad qolyapti har bittasida. Har bittasida. Mana. Lekin bittadan like bosib qo'yasizlar mana akalar. Kim qanaqa boqyapti? 40 kun bo'ldi-da, misol uchun kelganiga mana badanni qarab, hali buloq ortiqcha yem berilgan yo'q. Ortiqcha yem berilgan mana paqirda. Bitta silos solamiz. Hop. Mana bitta hisob ko'rsatib qo'yamizmi aka? Hisobni ko'rsatib qo'yamiz. O'zi asli ertalab kechqurun beriladi yemlarini vaqti-vaqtida. Ertalab kech kun beriladi. Hali kimdirlar ko'rib urgansa foyda bo'ladi-da. Mana shunday usulda berilar ekan, biz ham shunaqa boqib ko'ramiz deganlarga. Mana bu yemi. Mana. Mana shunda bittadan, ha? Bitta kebak, bitta kunjara. Endi bular solmaydi, hali kechib beramiz u. Hop, mana haliginda mana shunda bitta oldimi kebak, hamda bitta kunjara. Uyutib berasizmi yo'q shunday quruq? Uyutilmaydi, shuni. Mana bu paqir hali kichkina paqirdan emas, kattarog'idan-da bu. Sal kattaroq bali qora paqirlarni kattaroq chiqqan. Ana shunda bitta bosilmaydi. Yengil tashab qo'yiladi. Mana shunda sila shuni hali metka bu. Ha, bir xilda hammasiga teng yo'nalishda ketaveradi. Sulu suni bitta tashab turib, mana shu bittasiga o'shanda bitta kelib, bitta kunjara tashab qo'yamiz bo'ldi. Ertalab kechqurun. Aka, siri bo'lmasa kepakni nech pulda olyapsiz? Kepakni 52 ming shunaqa. Kunjarani-chi? Kunjara 4700 so'm. Ha, bu yerda kilasi. Ha, 4700 so'm kilas. Lekin oxirida ham haqiqiy bir xilda chiroyli qilib qurilgan ekan-a? Ha, oxirida ham. Razmeri nechi taxmini? To'liq 40 bo'lish kerak menimcha. Yo'q, 40
50 ga ham chiqadi. 50 chiqsa kerak, ha. 50 qilsa ham lekin juda chiroyli chiqar ekan. Bu tarafi 25. 50 ekan, 50. Oğlum 25 chiqadi-da. Molni hali og'il qurmoqchi bo'lganlarga mana endi oraligini 1.20 atrofida qo'yib ketilgan ekan har bitta moldori. Biri 10 mi, biri 20 mi shunaqa orasi. Endi o'zi asli novvos boqishda mo'ljallab nima qiladi? Xo'p, endi bularning ukol vaksinalari necha kundan bir bo'lyapti? Ukol vaksinalar o'sha 20 kun 1 oy bo'ldi o'sha qilingan, endi yana 5-4 kunda qilinadi. Hozir ha, undan keyin yana shalaq yashilga shu bir haftacha bo'ldi. Vaksina oldi. Qildirib qo'yilganiga. Qildirib qo'yildi. O'tgan shanba qildirildi. Aka, mana bu narsa nima endi? Ya bu mashina ichiga noto'g'ri qo'yib qo'yibmiz baraga, endi sal tevaroqqa qo'yamiz yoki monotarafga mana bu yerga olamiz, mana yo'lakka. Mana bu yerga. Ha, bu sug'orish uchun ha. qiyin emas ekanda, masalan, oldida mana endi tushadi har bitta molga. Endi shu montaj qilib kelamizda, mana yerdan chiqarib qo'yamiz iloji bo'lsa. Aha. Ne chiqarib qo'yamiz. O'zicha uradi. Yo'qsa mana bu yerga chiqarib, mana bu yerga tushiramizda, mashinadan olib beradigan qilamiz suvni. Tevadan sal hali yo'q pop. Neudumli qoldi suvarish. Gap yo'q lekin. Aka, bular sir bo'lmasa necha pulda olodingiz? 40 kun oldin. Bularni Ya hammasi teng kelganmi? endi biz sal arzonroq olganmiz-da, 3 ta uchraydimi, bitta uchraydimi? Bozorga borganda arzonni kirgizib qo'yganmiz, to'g'risi. Hammasi o'sha 5 million 800 ming, 5 million 900 mingdan to'g'ri keladi. Общий hammasi. Общий 16 tasi. Mana akalar. Taxminan bo'ylari necha chiqadi? Bo'yi 1.10 osh chiqsa kerak. Lekin 1.10 osh chiqaveradi. Ha, 1.10, 1.15 shunaqa chiqsa kerak. Mana ular 1.20 dan kelsa kerak mana mollar. O'lchamaganmiz-da. Endi taxminan. Chunki semirganda ham yana bir video qilamiz, qanday o'zgardi, qancha o'sdi. Endi bu yerda uzog'i necha oygacha boqiladi? Bularda sal 2 oy emas, 3 oy, 4 oy ishlab turmoqchimiz. Ular nimaki asa yemlashga kelganda hali o'sarman mollar bir o'sib olishini ham kutmoqchimizda bo'ladi. Bir o'sib, undan keyin yemini kuchaytiramiz. Hozir yengil yem yeb turibdi. Undan keyin bir 3 oy 4 oygacha boqsa, 3 oy 4 oygacha kilaga keltirib sotmoqchimiz bularni. So'yib sotmoqchimiz. Mana bu qayerda mollar? Bular o'zimizni şeydi. Asosan bu yerda Misli mol. misli mollar, go'sht yo'nalishiga boqilyapti ekanda bu yerda. Qo'qondagi şeydi. Bozorda olingan. O'zimiz jeydar mollarda. Mana aydilar. Mana endi munojilardan boqish tavsiya qilasiz. Aka, sir bo'lmasa necha yildan beri boqasiz? Biz endi 5-4 yildan beri shu ishdamizda. 5-4 yildan beri. Savdogarchilikda bir O'zi asli savdogarsiz. savdogarmiz, lekin shu 5-4 yildan beri mol boqamiz. Chunki savdogarlar biladida qanday molni olish kerak, qanday zo'r o'zgaradi. So'zi Aytganingizdek, gapingizni bo'ldim. Mol olishda ham o'sha o'zimda bilinadi. Molni yashiron olishga, mana shu mollar 40 oldi. Ancha bo'y qo'shib berdi, o'sib berdi-da. O'sib nima bo'lib ketdi? Yashidi mana shu mollar. Yashidi mana 40 kunda o'sha mana shu mollar vaqti o'sib ketdi. O'sha yashironni olish kerak, iloji bo'lsa 2-3 oy emasda sal uzoqroqqa boq bersa bo'laveradi. Kundan kunga effekt bo'laveradi-da bularda. Ha, demak, yoshroqda olsangiz ham arzonroq. Ha, Ham sifatlisida olish kerak. ham sifatlisini olish kerak. Ham qochmagan nimasini bilib olinadi. Keyin bozorga olib chiqib, mabodo so'ymayman men. Qassobga borib, pulini kutib, nima qilib yurmayman deganlarga, shuni bozorga olib boradi, sifatlimi o'sha hardan naqddan unga navo. Tas-tas sotib qaytaveradi. Ha, sotishda ham bozorga olib chiqib sotsa, yaxshigina. Pulini naqdlab oladi-da. Hali mana shunaqa sifatli mol bo'lsa, bozorda libboy odam olaveradi. Mana shunaqa sifatli bo'lsa, Uni ustiga yosh. ha, uni ustiga yashmi, siyizlarni olib qo'yadi-da, semizligiga qaramay
Mana shu mol chirayli ekanmi, siyirib olaman deb qiziqishgan nima qilib qo'yadi. Lekin semirsa mana shunday holatda ham so'ysa bo'laveradi. Ha, mana shu hozir ham mashlarni, masalan, ichida ko'pi nimasi bir 3-4 tasini so'ysa bo'laveradi. Mana shu masalan, mana shu oqni ham so'ysa bo'laveradi-da. Bunaqasi ham kelaveradi. Sal badani och haligi-yu, lekin kelaveradi. Lekin semirtirib so'ysa foydani ustiga foyda. Foydani ustiga yana qo'shib beradi. Mana akalar, bu yerda mana shunday holatda bog'li ekan. Xo'p, Yana nimalar aytib o'tsanglar, shu. yana bilgan narsalarimizni Yana tushunmagan narsalar bo'lsa telefon qilish olsin, men o'zim tushuntirib ham qo'yaveraman. telefon nomerini qo'yib qo'yaveramiz. Ha, telefon nomerini qo'yib qo'yamiz. Qiziqqanlarga kimdirlar maslahat so'rab telefon qilishi mumkin. Kimdirlar qiziqib, otangga rahmat deb telefon qilishlari mumkin. Telefon qilsa, men o'sha maslahat qilib nima qilib beraveraman agar tushunmagan yerda bo'lsa. Aha, hali videoda gapirolmagan gaplarimizda qolgan savollarni sizga Mendan bemalol so'rab olaveradi shularni. Misol uchun, qaysidir gapni aytmagan bo'lishimiz mumkin. Buni o'g'il haqida ma'lumot olishi mumkin. Aha. O'g'il samoqchi o'g'illar hammasini aytib beraveramiz ular. Ha. Qolgan ma'lumotlar akalar videoda gapirolmagan gaplarimizni bemalol akamizdan xotirjam olishlaringiz mumkin. Ekranga nomerlarni chiroyli qilib qoldiramiz. Maslahat so'rab, yana nimadir ishlari bo'lsa, bemalol hali mol olmoqchi bo'lgan akalarimizga mol olib beraverasiz. Beraveramiz, mol tagonni ko'p molni. Haftasiga 25 ta 30 ta mol bor. Xudo xolasa telefon ham qilish olsin. Mol kerak desa, kelib, uydan kelib ko'rib olishaveradi. Lakassalarni o'zini chiroyli qilib tashlab berasiz. Lakassalar tashlab Kelib, misol uchun urganmoqchi bo'lganlarga ham hamma ma'lumot berilaveradi. Hamma ma'lumot berib o'taveradi. Aka, endi shu o'rinda musofirda akalarimizga o'z fikrlaringiz bo'lsa, Shu endi qilmoqchi bo'lganlar olib tashasin. Molni olib tashamaguncha haligi maqsad amalga oshmaydi. Shu molni olib tashash kerak, unga qarash keyin nima malaka oshadi-da. kimdir o'sha musofirda akalar kimdir $5000 puli bor, kimdir $10000. Men ham qiziqdim, qilmoqchiman deganlar uchun xotirjam maslahat beraverasiz. Ha, o'sha aynaqa puli bo'lsa, mabodo 15 ta 20 ta boqaloqallar o'sha Rossiyaga borishda ham kerak yo'q-da. 20 ta moli bor odam Rossiyaga borib nima qilishga kerak yo'q. O'shanga shayda ishda bo'lsa, o'sha mollarni yemiga, nimasiga ozgina kirim bo'lib tursa, mollar o'zi o'sadi, semiradi. Bo'ldi, yo'nalishga tushib olsa, aqa-baqa ishga chiqish kerak yo'q. Gap yo'q. Akalar, keyingi videolarimizda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar. Kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qo'yasizlar. Keyingi videoyimizdan nima boqish haqida bo'lsin.